So'rashmoqda. Shar'iy hijob nima degani? Hijob haqiqatda ham bugun hijob so'zi noto'g'ri tushuniladigan bo'lib qoldi. Ya'ni ba'zida tushunchalar xato bo'lishi mumkin. Bugun insonlarning ko'pi hijobni faqatgina sochning hammasini yoki ba'zisini to'sib turadigan bir mato deb o'ylab qolishdi. Bu to'g'ri emas. Hijob boshdan oyoq komil libosdir. Komil libos hijob deyiladi. Boshga o'raladigan bir mato emas. Yoki sochni to'sib turadigan bir matogina emas. Insonlar falonchi ayol hijobga kiribdi deb xursand bo'lishadi. Vaholanki u sham va tor kiyimlarni kiyib, labiga pomada qo'yib, yuziga atirpalarni sepib olgan, kiyimi zinatli kiyim bo'lib turibdi va uni hijoblandi deb aytishadi. Bu to'g'ri emas. O'zimizni ustimizdan kulmaylik. Bu hijob emas. Alloh taolo o'zi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga aytadi: Ey payg'ambar, juftlaringizga, qizlaringizga va mo'minlarning ayollariga ayting, ustlariga yopinchiqlarni o'rasinlar. Mana shu ularning cho'ri emas, balki ozod ayollar ekanliklarini tanilib, ozorlanmasliklari uchun eng yaqin vositadir. Va Alloh taolo yana aytadi: Ko'kraklarini ro'mollari bilan to'ssinlar. Ular zeb ziynatlarini ko'rsatmasinlar. Magar erlarga yoki otalarga yoki erlarning otalariga to mahramlar tugaguncha zikr qildi. Ana shu shariat ko'rsatgan hijobdir. Zinatini ko'rsatmasin. Yuziga qilgan makiyaj zinatini ko'rsatmasin. Bu hijob emas. Makiyajlari bilan ko'chaga chiqadigan hijobda emas. Sochining bir qismini ochib oladigan hijobda emas. Shim kiyib, uni ustidan to'sib turadigan libos kiymaydigan hamda tor liboslarni kiyadigan hijobda emas. Gulli va zinatli kiyimlarni kiyib oladigan ayollar hijobli hisoblanmaydi. O'ziga e'tiborni tortadigan liboslar kiyganlar hijobda emas. O'zimizni ustimizdan kulmaylik. Bu opa-singillarim va qizlarimga qatdan chiqayotgan nasihatimdir. Bu hijob hisoblanmaydi. Hijob badanni to'sib turadigan kiyimdir. Biz hozir yuzni yopish haqida gapirmayapmiz. Bu o'z ixtilofli masala. Biz hozir hamma ulamolar ijmo qilgan va ittifoq qilgan masala haqida gapiryapmiz. Bunga ummat ittifoq qilgan. Qasddan sochining bir qismini chiqarib olsa, bu hijob deyilmaydi. Musulmonlarning ko'p ayollari fitnalanib qolgan ushbu makiyaj bilan o'ralgan hijob bo'lmaydi. Alloh aytgandek, satr qilmasdan shim yoki tor yoki gulli zinatli kiyimlarni kiyib olish hijob deyilmaydi. Bu zinatini zohir qilishdan boshqa narsa emas. U o'zini hijob kiyganini da'vo qilsa ham, insonlar uni hijobli deb nomlasalar ham, u hijobli ayol deyilmaydi. U faqat sochini bir mato bilan yopib olgan xolos. Agar o'sha boshdagi ro'molni yechadigan bo'lsa, u bilan boshqa ochiq sochiqlarning farqi qolmaydi. Bu hijob emas. Ayollar Allohdan taqvo qilishlari kerak. Uni hijoblandi desak, u xuddi Alloh taborak va taolo buyurgandek, shar'iy va uning barcha badanini to'sib turadigan hijob bilan hijoblansin. Begona erkaklar oldida zinatini ko'rsatmasin, xushbo'yliklar sepmasin. Bu faqat ayollar orasida, ahli oilasi va erni oldida qilinadigan narsalardir. Omma oldiga zinatli holda chiqib, yana uni hijobli deyilishi hech qachon to'g'ri bo'lmaydi. Va hozirgi ko'p niqoblanib olgan ayollar ham niqoblangan to'g'ri, lekin ko'zini bo'yagan va turli xushbo'yliklarni sepib olgan va unga niqobli deyiladi. Bu to'g'ri emas. Biz ayollarimiz, qizlarimiz, opa-singillarimiz va onalarimiz ustida Allohdan qo'rqishimiz farzdir. Va shuningdek, ayollar ham Alloh taborak va taolodan qo'rqib, hijobni lozim tutishlari kerak. Alloh ko'mak bersin.